Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun ko'radigan mavzuyimiz zo'ravonlikdan jabrlangan, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarni zo'ravonlikdan chiqish bo'yicha individual ijtimoiy yordam rejasi. Ba'zi mutaxassislar buni individual reabilitatsiya rejasi deyishadi yoki bo'lmasam individual ijtimoiy ish rejasi. Biz sizlar bilan ijtimoiy yordam yoki bo'lmasam ijtimoiy xizmatlar rejasi sifatida tahlil qilib o'tamiz. Demak, individual ijtimoiy yordam rejasi davomida taqdim etiladigan xizmatlar, o'sha zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning qayerga yo'naltirilishi va amaliy tavsiyalar xususida to'xtalamiz. Nima uchun bu mavzu kerak va umuman ijtimoiy xizmatlar rejasini tuzish nima uchun ahamiyatli? Bu savolga siz o'zingiz javob bilasiz, sababi siz har kuni deyarli shunaqa nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga yordamlarni taqdim etasiz. Lekin aynan zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlar uchun alohida reja tuzilishi talab etiladi. Ya'ni ahamiyati shundaki, nogironligi bo'lgan xotin-qizlar zo'ravonlikka ko'proq duch kelishadi va ko'p holatlarda bu yopiq eshiklar ortida qoladi va sirli qoladi. Shuning uchun oila bilan ishlaganda albatta mana shu nogironligi bo'lgan oila a'zosi, aynan ayol qiz bo'lsa, ko'proq e'tiborliroq bo'lib turib, ularni mana shu zo'ravonlikdan holatidan olib chiqib ketish nihoyatda muhim. Chunki zo'ravonlikning oqibatlarini hammangiz yaxshi bilasiz. Bu oila uchun ham, eng avvalo o'sha ayol qiz uchun ham juda ko'p psixologik, tibbiy, ruhiy va hattoki iqtisodiy va ijtimoiy yo'qotishlarga olib keladi. Bundan tashqari, agarda ijtimoiy yordam rejasi judayam bir mantiqli, zo'ravonlikdan jabrlangan, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ehtiyojlarini hisobga olmasdan tuziladigan bo'lsa, u albatta shu ayolning qaramlik yoki o'sha yakkalanish, izolyatsiyadan chiqishini qiyinlashtiradi va hattoki mumkin bo'lmaydi bunday bo'lishi. Buning uchun esa barcha ijtimoiy soha mutaxassislari va insonlarga yordam beruvchi barcha tuzilmalar kompleks yondashishi zarur bo'ladi. Chunki nogironligi bo'lgan xotin-qizlar zo'ravonlikka uchraganda ularga yakka xizmat kifoya qilmaydi. Ularda albatta kompleks yondashuv talab etiladi. Demak, hozirgi bizni taqdimotimiz asosiy maqsadi bu individual ijtimoiy yordam rejasining mohiyatini tushunish, qanday xizmatlar kerakligini aniqlash vaziyatga qarab va qachon va qayerga yo'naltirish lozimligini ko'rsatish, tahlil qilishdan iborat bo'ladi. Individual ijtimoiy yordam rejasini tuzishdan avval keling birgalikda mana shu individual ijtimoiy yordam rejasi tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Individual ijtimoiy yordam rejasi bu zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning eng avvalo xavfsizligini ta'minlash, sog'lig'ini tiklash va albatta huquqiy himoyasini kuchaytirish orqali uni ijtimoiy va iqtisodiy mustaqilligini oshirishga qaratilgan, maqsadida ishlab chiqariladigan, shaxsga, aynan o'sha nogironligi bo'lgan ayol qizlarga mos bo'lgan kompleks xizmatlar tizimiga aytiladi. Individual ish rejasi, mana boya yuqorida aytib o'tdim, buni ham ijtimoiy yordamlar rejasi deb aytsa bo'ladi. Lekin bizga ko'proq ma'qul bu ijtimoiy individual ish rejasi deb nomlaganimiz, sababi bu yerda aynan aniq bir shaxsga, nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga qaratilgan, uni o'ziga xosliklari, uni nogironlik turi hammasi hisobga olingan holda individual tarzda ishlab chiqilishi lozim. Nogironligi bo'lgan xotin-qizlar ehtiyojlariga mos tuzilgan kompleks reja xavfsizlik, salomatlik, huquq va mustaqillikni qamrab oladi, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, va eng muhim bo'lgan, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat bu jabrlanuvchi, ya'ni zo'ravonlikdan jabrlangan, nogironligi bo'lgan ayol yoki qiz u obyekt emas, yordam obyekti emas, u faol ishtirokchi va ana shu individual reja tuzishda ham bevosita o'zi ishtirok etishiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimida ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar uchun individual reabilitatsiya, boya yuqorida aytganimdek, yoki individual ijtimoiy xizmatlar rejasi ishlab chiqiladi.
ushbu reja fuqaroning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari orqali shakllantiriladi va ijtimoiy, tibbiy hamda reabilitatsiya xizmatlarini qamrab oladi. Har bir ishni boshlashdan avval albatta eng konseptual, eng muhim jihatlariga e'tibor qaratish kerak. Xususan ijtimoiy xizmatlar rejasini ishlab chiqishda o'ziga yarasha tamoyillari, prinsiplari mavjud. Birinchi prinsip bu jarohatga sezgir yondashuv. Ya'ni biz ishlayotgan shaxs u zo'ravonlikdan jabrlangan, u jarohatlangan, psixologik jarohatlangan, jismoniy jarohatlangan, emotsional jarohatlangan, ya'ni psixologik. Albatta ana shu jarohatlarini e'tiborga olgan holda va bu jarohatlar uni shaxsiga qanday ta'sir qilganini, mana portret haqida gapirganimizda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni, zo'ravonlik oqibatida unda qanaqa o'zgarish bo'lishini hisobga olgan holda o'ta sezgir yondashishimiz kerak bo'ladi. Keyingi muhim jihat ishlab chiqarishdagi prinsip deyishimiz kerak bo'ladi. Bu shunaqa maxsus termin bilan belgilangan, ya'ni interseksionallik. Bu turli holatlar yoki bo'lmasam o'ziga xosliklarning kesishuvi. Ya'ni mana misol tariqasida keltirilgan. U ayol jinsiga mansub, u ham nogiron, chunki ayol jinsiga mansubligini o'zi ma'lum darajada zaiflikka olib keladi. Bundan tashqari uni yana nogironligi ham bor. Undan tashqari uni ijtimoiy holati, hattoki u qishloq hududidami yoki shahar hududidami, mana shu hamma o'ziga xosliklar kesishganda bu ayolni holatini to'liq tasavvur qilish kerak. Chunki har bir o'sha zaiflik holati unga bo'ladigan yordamni o'ziga xosligini talab qiladi va turli xizmatlarni jalb qilish, ya'ni kompleks yordam berilishiga asos bo'ladi. Shuning uchun mana shu turli xil o'ziga xosliklarni kesishmalarni, ya'ni interseksionallikni e'tiborga olish kerak. Keyingi eng muhim tamoyil bu shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. Ya'ni biz sizlar bilan nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy psixologik portretini yaratganmiz, ya'ni shaxs haqida to'liq tasavvurga ega bo'lganmiz va zo'ravonlik ta'sirida uni o'sha shaxsiga qanaqa ta'sirlar oqibatida o'zgarishlar ro'y berganini ham e'tiborga olib turib, o'sha shaxsni o'ziga xosliklarini ham e'tiborga olish kerak. Ayniqsa nogironlik turini, chunki nogironlik turiga qarab biz yordam turini ham tanlashimiz kerak bo'ladi. Mutaxassislarni va yordamchi qo'shimcha mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak bo'ladi. Va albatta eng asos bu inson huquqlari modeliga asoslangan. Ya'ni har bitta xatti-harakatimiz uni inson huquqlari belgilangan har bitta huquqini poymol qilmasligi kerak va inson huquqlariga asoslangan bo'lishi kerak. Har bitta o'sha inson huquqini kafolatlovchi davlat qarorlari, hujjatlariga asoslangan bo'lishi kerak. Bu yondashuvlar jabrlanuvchini muammo emas, balki huquq va resurslarga ega subyekt sifatida ko'rishni talab qiladi. Boya yuqorida aytib o'tgandek, bu bir muammoli shaxs, nogironligi bo'lgan, ba'zi hattoki mutaxassislar bosh og'riq deb ham yoqtirmay gapirishadi, lekin bunday hattoki ichki munosabat ham mana shu individual reja tuzishga va uni amalga oshirishga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Shuning uchun har bir mutaxassis o'zini ichki pozitsiyasi bilan kelishib olishi kerak. O'zini ichki munosabati nogironlikka, ayollarga, ayniqsa jabrlanuvchilarga ichki pozitsiya va munosabatlarini bir tahrirdan o'tkazishi kerak deb sanayman. Ya'ni har bir inson bu huquq va resurslarga ega subyekt, hattoki uni mental nuqsonlari yoki bo'lmasa mental nogironligi bo'lgan taqdirda ham u ma'lum resurslarga ega subyekt sifatida ko'rish kerak. Endi ijtimoiy xizmatlar rejasini oladigan bo'lsak, biz mana bu demak harakatlar ketma-ketligi yoki bo'lmasa organigrammaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Har doim o'sha holat aniqlanganda, ya'ni vaziyat yuzasidan ma'lumot
bo'lganda bu bo'lishi mumkin to'g'ridan to'g'ri o'zini murojaati 1146 ga murojaati bo'lishi mumkin. Endi nogironligi bo'lgan xotin qizlar mavjud vositalar yoki yo'llar orqali murojaat qilishi mumkin, yoki uchinchi shaxslar murojaati bu qo'shnisi bo'lishi mumkin yoki yaqin qarindoshlari bo'lishi mumkin. Ya'ni ijtimoiy soha mutaxassislariga, mahallaga yoki bo'lmasam inson markaziga bir signal keladi va ana shu signaldan keyin, ya'ni bu olingan ma'lumot, axborotdan keyin bizda albatta eng birinchi harakat, va buni siz yaxshi bilasiz, bu birlamchi baholash dalolatnomasi to'ldiriladi. Bu yerda vaziyatdan kelib chiqib yoki bir marotabalik yordam ko'rsatish, bu umuman o'sha 12 toifaga mansub bo'lgan turli zaif aholi qatlamlariga qaratilgan umumiy organigramma. Biz buni hozir zo'ravonlikdan jabrlangan, nogironligi bo'lgan xotin qizlarga moslashtirib tahlil qilamiz. Ya'ni bir marotabalik yordam ko'rsatish bo'lishi mumkin. Bu o'sha zaiflik qatlami yoki kategoriyasidan kelib chiqib va albatta zarurat bo'lsa boshqa muassasalarga qayta yo'llash. Bu o'sha og'ir ijtimoiy vaziyatga tushgan har qanday oila yoki bo'lmasam 12 toifadan birontasiga qarashli bo'ladi. Lekin bevosita agar zo'ravonlikdan jabrlangan xotin qizlarni nazarda tutadigan bo'lsak, bu yerda albatta o'sha majmuaviy baholash zarurat tug'iladi va o'sha majmuaviy baholash birlamchi va chuqurlashtirilgan baholash, bu bo'yicha ichki sohaviy demak hujjatinglar bor va u yerda savolnomalar bor. Xavf darajalarini aniqlash, zo'ravonlik turini aniqlash, kechiktirib bo'lmaydigan yordamlar turlarini aniqlash bo'yicha o'sha yo'riqnoma asosida siz majmuaviy baholash qilasiz va shunga asoslanib ijtimoiy xizmatlar rejasini ishlab chiqasiz. Eng muhim jihat bu yerda o'sha ijtimoiy xizmatlar rejasi yoki bo'lmasam shu zo'ravonlikdan jabrlangan bevosita o'sha shaxs, agarda u deylik prezident qarori 175-qarori yoki bo'lmasam Vazirlar Mahkamasining 354-qaroriga muvofiq uni birlamchi ko'makxonasiga, keyin esa reabilitatsiya markaziga joylashgandan keyin albatta u reabilitatsiya markazini o'zida individual ish rejasi tuziladi va u yerda shu markazda faoliyat yurituvchi mutaxassislar amalga oshirishadi. Agarda u deylik reabilitatsiya markaziga yuborilmasa yoki o'zi rozilik bildirmasa, siz bu bilan mahallada inson markazi bilan birgalikda xodimlar ish olib boradi va o'sha tuzilgan individual ish rejasi asosida ish olib boriladi. Albatta bu ham reja amalga oshirish davrida ham keyinchalik ham bu monitoring va baholash zarurati bor. Ya'ni qanday ketyapti, har bitta belgilangan ijtimoiy xizmatlar qanday taqdim etilyapti, ularni ta'sirida qanday o'zgarishlar ro'y beryapti va umuman bu ayol yoki bu qiz zo'ravonlik holatidan chiqish imkoni qanchalik kengaydi, uni farovonlik sari harakatlari qanchalik imkoniyatlari kengaydi. Albatta monitoring va baholash va oxirida albatta shu keys yopiladi. Bu tartib sizga ma'lum va shunga asoslanishingiz kerak bo'ladi. Endi eng asosiy mezonlar, ya'ni har bitta ijtimoiy reja tuzilganda siz o'zingizni ichki hujjatlaringiz, yo'riqlaringiz asosida mana shu mezonlarni bilasiz. Shu mezonlar asosida har bir ijtimoiy jihatdan zaif aholi qatlami bilan ish olib borasiz, lekin biz buni eslatib o'tishni lozim topdik. Ya'ni asosiy demak bosqichlar yoki mezonlar bular albatta keys ochilishi, o'sha keys toifasi aniqlanishi, belgilanishi, sababi toifasidan kelib chiqib biz xizmatlar turini tanlaymiz, mutaxassislarni jalb qilamiz. Keyin o'sha xizmat ko'rsatilishi, kim xizmat ko'rsatadi, qanday muddatlarda ko'rsatiladi. Bundan tashqari o'sha hamkor tashkilotlar bilan muvofiqlashtirilgan, kelishilgan holda o'zaro hisobdorlik, o'zaro ma'lumot almashish, signal kelishi deb qo'yilgan bu yerda va xizmat ko'rsatuvchi hamkor
tashkilotlar kim bo'ladi, qanday tashkilotlar, ular bilan qanday referal kelishuvlar asosida ish amalga oshiriladi, qanday davlat qarorlari asosida oshiriladi. Har bitta ijtimoiy xodim yo'riqlarida bu narsa bor va albatta bularga e'tibor berish kerak. Sababi siz qiladigan boshqa tashkilotga murojaatingiz albatta qonuniy, me'yoriy hujjat bilan hujjatga asoslangan bo'lishi kerak va siz albatta o'sha hujjatni o'z taqdimnomalaringizda yoki murojaatingizda ko'rsatishingiz kerak bo'ladi va albatta monitoring muddatlari belgilanadi. Endi zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni demak o'sha mezonlardan kelib chiqib qanday harakatlar amalga oshiriladi. Kes ochilishi mana bu yerda aniq ko'rsatilgan, shaxsning roziligisiz ochiladi. Chunki qarang, agarda u himoya order olish kerak bo'lsa yoki reabilitatsiya markaziga yuborilishi kerak bo'lsa, uni holati o'rganilgandan keyin u anglanilgan rozilik bermasa, uni biz yubora olmaymiz. Anglanilgan rozilik bersagina o'sha keyingi bosqichlar, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 354 ma'muriy reglamentda ko'rsatilgan bosqichlari amalga oshiriladi. Lekin agarda u rozi bo'lmasa, kes baribir ochiladi. Hatto uni roziligisiz. Nimaga? Chunki signal bor. Bu holat nima deydi, ro'yxatga kirdi. Aynan zo'ravonlik holati va ijtimoiy soha mutaxassislari baribir shu ayol bilan, xotin-qiz bilan ishlashi kerak. To'g'ri, nogironligi bo'lgan shaxsda bu yerda ixtiyoriy deb qo'yibdi. Chunki aytibamizku, agarda ular oila a'zolaridan qo'rqsa, oila a'zolarini aralashuvini xohlashmasa, ixtiyoriy ravishda u bilan ish olib boriladi, lekin baribir bu oila nazorat ostida bo'ladi va kes ochiladi va bu oila bilan bevosita yoki bilvosita harakatlar amalga oshiriladi. Kes toifasi og'ir toifadagi kes sanaladi agarda u zo'ravonlikka uchragan bo'lsa. Agar u shunchaki nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, ko'p holatlarda oddiy, ya'ni tezkor harakatlarni yoki bo'lmasam fojiali qanaqadir bir oqibatlarga olib kelish ehtimoli bor ekanligi emas, ko'p hollarda oddiy kes sifatida olib boriladi. Xizmat ko'rsatilishida mana xizmatlar asosan tezkor ko'rsatiladi. Nogironligi bo'lgan shaxsga xizmatlar belgilangan muddatlarda ko'rsatiladi. Ya'ni ish rejasi tuziladi. Deylik, unga yordamchi vositalar bilan ta'minlash, hujjatlarini to'g'irlash, davolanishga yuborish nogironligi bo'lgan shaxs sifatida unga belgilangan muddatlarda asta-asta ko'rsatiladi. Lekin agar u zo'ravonlikdan jabrlangan, nogironligi bo'lgan xotin-qiz bo'lsa, u yerda albatta tezkor va imkon qadar uni o'sha xavfsizligini ta'minlab taqdim etilishi talab etiladi. Bu yerda mana zo'ravonlikdan jabrlangan bo'lsa, bu yerda hamkor tashkilotlar yaqin qarindoshlaridan, jabrlanuvchidan albatta o'sha olingan xabar asosida ish olib boriladi. Nogironligi bo'lgan shaxsni o'zi murojaat qilishi mumkin, yaqin qarindoshlari yoki hamkor tashkilotlaridan. Va xizmat ko'rsatuvchi hamkor tashkilotlar zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarda nisbatan ko'proq deyilgan, sababi zo'ravonlikning oqibatlari juda ham ko'p. Va har bitta oqibatini biz bartaraf etishimiz kerak. Sabab va oqibatini. O'shaning uchun bu yerda juda ko'p tashkilotlar aralashuvi talab etiladi. Nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, ya'ni zo'ravonlikka uchramagan, unda nisbatan kamroq bo'ladi. Va bu yerda mana yana bitta mezoni, ya'ni monitoring muddati zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarniki uzoqroq, nogironligi bo'lgan shaxsniki nisbatan qisqaroq bo'ladi. Albatta, nogironligi bo'lgan xotin-qizlar zo'ravonlikka uchraganda, mana bu umumiy siz qo'llaydigan kes menejmentning umumiy jihatlariga ham e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi va har bitta holatga mana bu jihatlar moslashtirilishi kerak bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy xodim, inson markazi, tibbiyot birlashmasi, xizmatlar bepul ko'rsatilishi, roziligi asosida bu mezonlar sizga hammasi ma'lum. Biz shunchaki yana shu jadvalni keltiryapmiz. Siz nogironligi bo'lgan xotin-qizlarga xizmatlar rejasini tuzganingizda ham mana shu mezonlarga, mana shu jihatlarga, kes menejmentning umumiy jihatlariga e'tibor qaratishingiz lozim ekanligini eslatish maqsadida ko'rsatmoqchimiz.